vaqtlari bordir. O'sha vaqtda duo qilsangiz, duoingiz qabul bo'ladi. Buni men aytmayapman, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytdilar. 1. Sajdada qilingan duoni Alloh aslo ortga qaytarmaydi. 2. Juma namozining birinchi azoni va ikkinchi azoni oralig'idagi qilingan duolar ham ortga qaytarilmaydi. 3. Chorshanba kuni peshin hamda asr oralig'ida qilingan duolar ham ortga qaytarilmaydi. 4. Quyosh botayotganda qilingan duolar ham ortga qaytarilmaydi. 5. Yomg'ir yog'ganda qilingan duolar ham ortga qaytarilmaydi, chunki rahmat yog'yapti. 6. Azon va iqomat o'rtasida qilingan duolar ham ortga qaytarilmaydi. 7. Ka'baning qarshisida qilingan duolar ham ijobatdir.